yaxshi ko'rgan odaming bilan sinalasan yoki qattiq yaxshi ko'rgan odamingni Xudo olib qo'yadi degan gaplar yuradi. Bu mif yoki o'ylab topilgan narsa emas, bu to'g'ri. Bu muhimlikni oshirib yuborgan paytimizda beruvchi istochnik, baxtmi u, pulmi u, farzandmi, xotirjamlikmi, beruvchi istochnik aynan bir odamda deb bilamiz. Lekin hamma narsa aslida yuqorida ekanligi hayolimizdan chiqib, buni muhimligini oshirib yuboramiz. Va buni muhimligi shu darajada oshadiki, u bilan baravar bo'lib qolganini bilmay qolamiz. Bu dunyoda umuman borliqda undanda yuqoriroq kuch yo'qligini biz yaxshi bilamiz-ku. Qo'pol eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Biz kimnidir darajasini oshirib yuborsak, u bilan baravar qilib qo'ysakgina bizdan olib qo'yiladiki, sizni sevib olib qo'yadi. Men borman senga. U adashish mumkin, men adashmayman lekin deyish uchun.